Assalomu alaykum, Arif Shows obunachilari, yaqinlar, qadrdonlar, omonmisizlar, tanijoninglar, sog'mi. To'roy bo'lgan ekan video joylaganimizga. Bugun payshanba kuni bitta video chiqdi. Ertaga juma inshaalloh bugungi video joylaymiz. Biz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahrida Qo'shtepa qishlog'ini Qumtepa bozorida biz Stenkada bo'ladi, bilasizlar. Obuv bozori, kosib hunarmand akalarimiz sifatga o'zlari ijod qilgan ishlarni olib chiqishadi. Ancha bo'ladi video joylamaganimizga, shu uchun Xudo xolasa bugun sizlarga chiroyli video rolik olib berishga harakat qilamiz. Eng arzon bozor, bilasizlar ko'pchilik. Videoda boshidan ozroq qiladigan eslatmalarimiz bor. Bugungi bozorimiz video qo'ymay qo'yganimizga sababni aytay sizlarga. Bozor kechki paytga ko'chib ketdi, qorong'iga, kameralar bilan xunuk chiqadigan bo'ldi. Shu uchun biz videorolik olmadik. Endi bugunga kelaman, bugun xabar topdim, men kunduziga ko'chdi deyishadi, shu uchun chiqib sizlarga xudo xolasa videorolik qilyapman. Endi shu kunda bo'layotgan vaqti bozorda dushanba va payshanba kunlari soat 3 dan keyin, 4 dan keyin shomgacha, shomdan keyin ham bozor bo'ladi. Biz mana hozir oxirida deyarli shomda oldidan video olyapmiz sizlar uchun. Keyingi bozor jumaga ko'chdi. Bozor zo'rda. Bozor zo'r. Kunora vaqti jilaveradi. Narxlarni to'g'risini aytib qo'yinglar. Bizda bunaqa ekan, falon joyda nimaga sizlar buncha sotyapsizlar deyapti. Narxlarni aytib qo'yinglar. Narxni aytamiz hammasini keyin. Olmayapti. Xola kesat yegan ekanlar bizga. Onanib ketay jon xola. Endi karvon ko'p rizqi bo'ladi. Siz narsangizni olmasam menga kelsa ham bami ola olmaydi. Yo'q. Jiddiylashmaymiz. Qarochi yaqinlar. Endi borini aytyapsiz-da, biz hunarmandlarni, ya'ni biz sizga o'xshaganlar jalb qilish uchun video qilyapmiz-da, hojona. Misol uchun bu narsani shuna narxda topa olmasdan 3-qo'ldan olib sotayotganlar bor. Biz shu uchun biz dona oladiganlar chaqirmayapmiz. Biz 3-qo'ldan olayotganlar chaqiryapmiz. Akalarimdan olib egasiga sotadiganlar bexijolat kelaverasizlar videoda vositacha. Bo'p ketib qoldi. Kayfiyat tushirmaymiz. Hammasi zo'r. Hojona so'dangizni bersin, bozoringizni bersin. 60 mingdan olgansiz 120 mingdan sotib oling. Qarochi chalg'imaymiz yaqinlar. Mana shu yerda akalarim rozi bo'lishsa ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Akalar, kayfiyatlar yaxshimi? Omonmisizlar? Charchamang. Bu ishlarni ko'rsataylikmi akalarim YouTube'ga? Mana. Ajoyib PVC ekan, bu asosiysi ichkarida ekan akam ham mahsulotlari. Xo'p, pulini nech pul mashina aka? 60 ming so'm. Razmeri 36 dan 40 gacha. 36 dan 40 gacha 5 talik har xil rasvetkalarni ko'rib turibsizlar. Undan tashqari bu litovoyga o'xshagan PVC bor ekan. Tikimi, mana yonlari tikimi. Buni puli nech pul aka? 40 ming so'mdan. Buni ham rasvetkalari bor. Razmeri 36-40 buni ham. 36 dan 40 gacha. Undan tashqari akamda har xil tapichkalar bor ekan. Akam bular 30 ming so'mdan, 30 ming so'mdan, puli arzoni 36 dan 40 gacha. Buni ham har xil rasvetkalari bor ekan. Bunisi nech pul aka? Hermes degan. Hermes. O'sha eng trend bo'lgan brendni Marg'ilonliklar tappa naqlishaveradi. Akam telefon nomerlarini aka telefon nomeri aytib bersangiz zo'r bo'lardi. Telefon nomeri 90lik 531 77 76 67 76 raqamlariga telefon qilasizlar. Xudo xolasa akam arzon chiroyli qilib beradilar. Undan tashqari ham har xil krossovka, vibrlari bor ekan. Hojona diqqat bo'lmang. O'zi ancha yashab bersiz. Mana shu obuv bozori yurmasa ham yashayveramiz. Aka ko'rsatamizmi bularni? YouTube'ga qo'yamizmi oshtoba? Bo'ldi, YouTube'da borishlar ekan bular. Bo'ldi, detskilar bor ekan. Ko'rsatamizmi aka bularni? Detskicha aka. Bo'ldi. O'shaga. To'g'risi ham tushib qolishyapti farada. Yo, prosta tushib qolishyapti, xolos. Akam ishlari poliuretandan ishlangan. Bu padojdan Adib Shoysda bor. Videoda boshida Adib Shoys haqida aytishimdan chiqib qolibdi. Bu sahifa Adib Shoys, ya'ni padoj ishlab chiqaradigan korxonani ijtimoiy tarmog'i. Bizni hunarmandlar ko'rayotgan bo'lsa, har qanday padoj temasi bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Yaqinda
qolip yasaydigan stanoy olib kelyapmiz. Mabodo padosh ishlab chiqaradiganlar aloqa etsalar bo'ladi. Pastda Instagram, Telegram sahifalarimizni qoldiramiz. Xo'p, shunga o'xshagan padoshlar ham bizda bor inshaalloh. 36 dan 40 gacha. Buni puli nechi pul aka? 50 ming. 50 ming so'mdan. Kami bor degan narxmi endi bu yo bo'ladiganimi? Kami bor mana. Yonlari o'ralgan padoshlar. Bozorda yangilik oldilar rezin. Mana padosh bizniki, padosh mana adib sho'ysdan olgan ekanlar ekan, padoshni qatdan olishdi. Juda yaxshi bilar ekanlar. Sifatlariga, xudo xolasa rasvetkalariga chiroyli qilib tushirib berilaveradi. Adib qaytdan Muhammad Muhammad Azizni ko'pchilik taniydi. Alaykum assalom qordada. Sanjonlar soqqina, kayfiyatlar yaxshimi? Zerikmay, charchamay. Patpishilar nima deymiz endi? Adib qaytdi. Adib qaytdi, gap yo'q. O'rtamizda ham mahsulotlari bor, sal nariroqda video davomida ko'rasizlar. Akamda har xil ishlar bor ekan, aqlli. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeri aka? 90 560 30 01 aka. Savdoyingiz bersin, charchamay, salomat bo'ling. Bularni ham ko'rsatib olamizmi aka? Ha, bu ham o'zingizdanmi? Bu arzonroq ishlar. Necha puldan necha pulgacha aka bular? Bular 27 ming beryapti, o'ptim. 27 mingdan berilyapti, o'ptim narxi. Mabodo aloqaga chiqaverasizlar bularni, ya'ni po'kay padoshga ishlangan har xil chiroyli ishlar. Aka endi dastavka masalasi kelishilgan holda qilib berilaveradi, unisini mabodoga cheklanmagan miqdorda zakazlar ham olaveramiz. Akam aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. Aka, savdoyingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Xo'p, bu yerda akaxonlarimizni mahsulotlarini ham ko'rsatamiz aka, siz omonatson, kayfiyatlar yaxshimi? Charchamang. Janjalchamizni ham ko'rdilarmi aka? Opa tashlayapti. Endi mayli, nima deymiz aka? Lekin bizning maqsadimiz yomon emas. Eng asosiysi shu, bizning maqsadimiz yaxshi. Aka, bu yangiliklarimiz nima bo'lyapti endi? Razmerlari poliuretan, ha? 40 har xil rasvetkalari bor. Soqqalari qanaqada endi? Soqqalar 30 mingdan aka. 30 ming so'mdan berilayotgan narxlari, mana chiroyli broshkalar bilan yaqinli 30 ming so'mdan. Bular-chi? Bular ham bir xil? Bir xil. Pastlar hammasini 30 mingdan. 30 ming so'mdan bo'ladiganlari. Bular qanaqa? Bular 38 ming so'm aka. 38 ming. Toshliklarimiz mana. Toshlikda ham o'zi 4 xil rasvetkasi bor ekan. Undan keyingisi rosa hardorgir bo'ladigan, fasoni o'lmaydigan padoshga qilingan ishlar. Aka, buni puli qancha? Bular 35 ming so'm aka. Bular 35 ming so'mdan. Baqa ham o'zingizdan-a? Bular ham o'zimizdan. Ha? Bular qanaqadan narx-navolar aytib o'rsiz, telefon nomeri qo'yib yuboramiz aka. Bular aka 55 ming so'm. Ha, 55 ming so'm. 55 ming so'm aka. Bularchi? Bular aka 35 mingdan tushiramiz. 35 ming so'mdan ozroq kami qilib berilinadi. Telefon nomeri qoldirib qo'yamiz aka. 91 91 668 Aha. 77 71. 668 77 71 raqamlariga aloqaga chiqasizlar aka. Savdoyingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling, yaqinlar. Muhammad Aziz, qayerda endi sizlarsiz? Ha, men yerda ham bor. O'zingni olib qo'y shu joyda. O'zingni ol. O'yta buraman. O'yta buraman. Anvarjon yomonda. Ashunga chiqqansizlar o'zingizga. Voyar, buni o'zi ishxonadan ham olib oladi videoga. Shunaqa, yaqinlar ma'lum kelsalar, osh bilan hazil aniq bo'ladi sizlar oldida. Endi gap yo'q. Xo'p, biz ko'rsatadigan narsalarimiz asosan litovoylar, azbi, xudo xolasa mana har xil rasvetkalar, ko'rishlar mumkin assortimentlar. Puli qanday bo'lyapti endi bularni? Xohlasa zavod 37-40 bir ishlarimiz. Aha, zavodda litovoy. Litovoy zavod ishlarimiz. Narxlari paskamizga 42 ming so'm. Paskasi 42 ming so'mdan yaqinlar mana. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ishlaymiz, bitsa xursand bo'lamiz. Bundan keyingilari ham bir xil bo'ladi. Bularimiz 38 ming so'mdan. Bulari 38, ha, toshi yo'qlari 38 ming so'mdan ekan. Mana buni ham har xil rasvetkasi, teshikli, teshiksiz. Mana. Buni ham boshqacha padoshga ham ishlanganlari bor ekan. Asosan do'stimizda zavod, ya'ni bu o'zimizning adib sho'ysti deyarli mahsulotlari, litovoylar o'zimizda bo'ladi. Mana bunga o'xshagan oyoq kiyimlarimiz, toshli makasimalarimiz ko'ringlarchi. 36 dan 40 gacha bu. 36-40. Puli qancha buni? Buni 74 ming. 74 ming so'm. Puliga ham o'ziga yarasha, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, 1,5 so'm o'tib beramiz, ha? Pashkaga o'tib beriladi. Yana nimalarimiz necha puldan? Bular qanaqa? 38-42 razmer. Mana 38 dan 42 gacha razmeri. Puli necha pul bo'ladi?
40 44 ming. 44 ming so'mdan qilib berilinadi. Gap yo'q. Pastelachi Asli bandi toshlarimizni Aha. 38 ming qilib beramiz. 38 ming so'mdan qilib beriladi yaqinda. Bitta telefon raqam qoldiraman sizlarga. Telefon qilasizlar. Adib sho'ysidan oldik desa xafa qilmaysizlar. Ishonavering. Telefon nomeri aytib bering. 77lik Aha. 073 4073. 073 4073 77 kodi bilan telefon qilaverasizlar. O'rta sodasi bersin, charchamang, salomat bo'ling. Bu bola ustozim ukasi, ismi Anvarjon. Anvarjon mahsulotlarni ko'rsatamiz o'rtamiz. O'zicha reklamaga muhtoj narsalar bas-u, ha? Sizlarga ilinib ko'rsatib beramiz. Nimalarimiz necha puldan o'rta? 30 ming so'mdan. Bular 30 ming so'm. 30 mingdan. Xudo xolasa 3 xil rasvetka bor ekan, bunda 3 xil rasvetkasi bor ekan. Bularimiz qancha? Gasinkalar 27 ming. Bular 27 ming. Bulardan rasvetkalar bor, tugadi. Ozroq qoldi. O'sha aytdim-ku, reklamaga muhtoj emas o'zi bu o'rtamiz. Mana tugatib ham yuribdilar o'sha. Bulardan 2 xil bor, 4 xil edi, hozir 2 xil qoldi. Chiqilib qoldi Kumush xolos. rangi bilan qorasi tugab qoldi. Bular puli qanchani? Bular 33 ming. Bular 33 ming. Uje mexlilar mana. Uje mexlilar. Puli qancha buni? Bular 35 ming so'm. 38-42 razmeri. 38-42 razmerda 35 ming so'mdan. Endi 1.5 so'm o'tadigan narx aytyapmizmi? Xolos, inshaalloh. 1.5 so'm o'tib beriladi. Murosa qilinadi. Murosa qilinadi, xudo xolasa. 33 ming beryapti, 37 qiraverligini. Mashina? Buni bas, Ha, buni. Ha, buni necha pul buni? Bular 30 ming. 30 ming so'mdan aqalli. Taxta padoj deydi, Anvarjonni sevimli. Ha, kampir padoj deydi, Anvarjonni sevimli anaqasi. Mahsulot. Telefon nomeri 90-lik 481 4.0. Shunaqami? Qo'rqib ketmaysizlar. Hunarmandlar ham mana shuni allambalo nomerlar ishlatib beradi. O'rtasi o'dingiz bersin. Charchamang, salomat bo'ling. Jonuka, Jonuka. Suyim sochni. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Nimalarimiz necha puldan o'rta? Toshlarimiz Hmm. 2dan. 42 mingdan pastkaga. Bular 40 ming so'mdan. Har xil rasvetkasi juda ham ko'p ekan, buni. Ko'ringlar. Mana bular 40 ming so'mdan 1.5 so'm o'tsa bo'ladigan joyi bormi yo? Xudo xolasa, ozroq o'tib beradigan joyi bor ekan, aqalli. Aloqa chiqasiz. Bo'ladigan, bular. Bular bo'ladigan, taqalgani. To'g'risini aytib beraman, bundan oldingi videoda 45 ming so'mdan ozroq kami bordi qo'ygan edi o'zimiz korxonadan. Endi bozorda o'sha oxiri taqalgani 42 ming so'm deyilyapti. Kampamiz yo'q. Bu aloqaga chiqasizlar yaqinlar, xudo xolasa. O'rtamiz o'zimizniki. Sizlar chiroyli qilib dastlabkasini qilib beradi. Mabodo katta ob'yom bo'lsa ham olib beraveramiz shuni. Behijolat. Telefon nomeri aytib beramiz. 90lik 90. Aha. 90lik 290 50 90 raqamlari aloqaga chiqasizlar. Shu nomer meniki bo'lgan bir paytda. Doim aytaman. Aytaveraman, sodez bersin shuni. Bu o'rtamiz Abdulboriy, Abdulboriy ko'rsatib endi. Kamerachi o'zi biladi nimani olishni. Abdulboriy ishlarni ko'rsataylik. Bo'ladiganlar. Ne oldini? Bu Abdulboriy o'rtamiz. Olaman shekillikda. Shunaqasidan. O'rta nimalarimiz bor shuni? Politarlar yasayapsiz hozir. Mana polivertanlar. Har doimgidek trendda ishlaydi. O'z bilasiz, trendda Trend. ishlaymiz. Abdulboriyda haqiqatdan bozordagi yangilikni olib chiqib o'zi yaratadigan bola. Koreyskiy modeldan olinganki. Original. Originali koreyskiy. Ikki xili bor buni. Aha. Bu baland padoji. Xo'sh. Bu past padoji. Tovonchasida ozroq farqi bor O'zdan ekanda. shuni ichida gramiga qarab chiqadi narxi. Chiqadi. Bu 45 ming past padoji. Bu 48 ming. Bunisi 48 ming so'mdan. Lekin Lekin hozir yomg'ir sachinga baland qilib ishlab qo'ydik. Buni makasi chiroyli chiqibdi. Mana. Makasimalar. Buni qorasi bor edi, tugab qoldi. Lekin bular ham nihoyatda bejirim chiqibdi. Bor mehr shunga berilyapti. Bular ham o'zimizdan. Endi mehr bersangiz bo'ladi-da, natija o'rta. Shunaqa-ki. Ha? Mana, litovoylar. Adib. Adibdan. Ha. Puli qanaqa bo'ladi? 40 mingdan tepa deylar. 40 ming so'mni. Holatiga qarab. Holatiga qarab, xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi. Chiroyli qilib, dastlabkalarni qilib kelishtirib beramiz. Abdulboriyni bizni eskidan kuzatadigan do'stlarimiz yaxshi bilishadi. Shunaqa. Shuning uchun aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini aytib beramiz endi bir qator. 99 deydi. 99 lik. 912 99 97 hali ham o'sha nomer. Hali ham o'sha nomer. 912 99 97.
Do'stim savdoyingizni bersin, charchamaysan. Qani sizni mahsulotlaringiz? Bilamiz. Ha, bilamizlar. Men Muhammad Aziz to'tangamasini olaman deyapti u. Mana vaqtda o'sha qish keldi. Assalomu alaykum. Aka, salomatligingiz yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, ko'rsataveramiz bularda. Bular poka-ya bu. Poka padojlar mana ko'ringlar. Bo'ta deydi buni. Shu chiroyli bo'ta, bantiliklari bor. Men o'zim beraveraman. Men amakivachcha, men naqalari ishlar. Mahsulotlari. Ha. Mehlilar. Bular mehli. Holatiga qarab narxlari. Bantili nechi pul? 38 ming. Narigilarchi. Bunisi 36 ming ekan. Mana bular 36 mingdan ekan, bantiliklari 38 mingdan ekan. Jaylilari bor. Ular ham 36 ming. Ha, bular ham 36 mingdan. Jayli ham chiroyli ekan lekin. İşte ob'yomini ham to'g'ri qator ko'rsatib, xudo xolasa. Ha, u yarimi. Tashqarida. Ko'chadan ham joy qolganmiz. Korxonada ham serob. Hatta gapirmang. Tayi bor. To'g'risi endi bu qishki narsa, ko'pchilik bilasizlar. Olib bosib sotadiganlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Endi kalisi katta bo'lsa 1.5 so'm narxini o'ynasak bo'ladi, aka. Ishonchli bo'lsa 50 ham o'ynaydi. Ha, u tomoni ham bor. Unga aloqaga chiqaverasiz. Abyonchilarga zo'r anaqalari bor aka. Takliflar bor. Mana ular 38 ming aka. Mana bular ham 38 ming so'm. Orqasida mehri yo'q. Gap yo'q. Bo'ldi, telefon nomer aytib qo'yamiz aka. 99 990 aha 97 990 97 97. Bular qanchadan edi? Bular 27 ming qilinadi. 27 ming so'mdan qilib beriladi. Bularchi? 33 ming qilinadi. Bunisi 33 ming ekan. Aka savdoyingizni bersin, xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Asosan endi o'shalik optimchilar aloqaga chiqsalar, akam yaxshi takliflari bor ekan. Aha. Pulini tushib beraveramiz. Kelishaveramiz aka. Savdolarni bersin aka. Garchi. Bunaqa ekrardi aka. Aha. Bular borda, bitta bunaqa to'lgan. Korxona. Ha, sklatimiz bor. Tayyor. Tayyori bor. Bo'ldi. Xudo xolasa video qilamiz hattan. Bo'ldi. Mabodo sizlarga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Akalarim korxonalardan chiroyli qilib sizlarga video qilib beraman. Akalar. Aha. Assortiment hali yana bor. Plus bu narsani tayi bor narsa ekan, aloqaga chiqarasizlar. Bu assalomu alaykum do'stimiz. Omonmi sochni charchamang. Nimalarimiz nech puldan endi? Mana. 52 mingdan 36 40 ha bulari. 36 dan 40 gacha ko'ringlar. Nihoyatda bejirim chiqqan ekan mana shu narsalar ham, oshna. Mana. Ha, xudo xolasa mabodo qiziqqanlar bo'lsa, mehliga ham aloqaga chiqsalar ham bo'lar ekan, mehlilari ham bo'ladi. Dublongasi bo'ladi, qorasi bo'ladi. Aha. Shalat sveta shunaqa ranglar bor. Dublonga zamish bo'ladi aka. Ha. Har xil rasvetkasi bo'ladi, xudo xolasa. Mana shuni ham ko'ringlar. Shu ham chiroyli narsa. Padoji o'zimizdan shekilli, buni Adibdan padoji. Buni puli qancha? 45 ming. 45 ming so'mdan. Mana PVC ga ishlangan makasimachalar. Bular nechi pul bular? Bular 35 ming. Bular 35 ming so'mdan. Gap yo'q. Bundan tashqari toshliklar bor ekan mana. Bu nechi pul? Bu ham 35 ming so'mdan. Mana aytib o'tganimdek, mehlilarni ham o'sha boshlab berilgan. Lotka padoj deydim buni. Ichi nachos, nimasida mexa bor mana. Chiroyli. Bular puli qanchadan? Mana. Bular 38 mingdan. 38 ming so'mdan. Kelishaveramiz. Ha, ob'yom bo'lsa kelishsa bo'ladi, xudo xolasa. Ob'yom bo'lsa, katta ob'yom bo'lsa kelishilinadi mana. Aqalli, ko'ringlar. Mehlarimiz Ishlar. tozaday. Kilosi og'ir mehlardan, короче, chiroyli narsalar. Akam nomerlarni aloqa uchun qoldiraman, yaqinlar, bexijolat telefon qilasizlar. Kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Endi qorong'i ham tushyapti, bir-birimizni ko'rmay qolmasimizdan, do'stimiz nomerini aytamizda, do'konni yopamiz. Telefon nomeri aytib qo'yamiz. O'rta? 90 230 2116. O'rta savdoyingizni bersin, charchamang, salomat bo'ling. Sobirib mana shu do'konni yopib qo'yamiz endi. Necha minut o'tdi o'zi? 19 minut o'tdi. Endi to'g'risini aytaman, 19 minutcha kam o'zi aslida biz sahifamiz uchun yarim soat 40 minut olmoqchi edik. Qorong'i tushib bo'ladi baribir. Shuning uchun like bilan qo'llab-quvvatlab Asha 4 oylik tanaffusdan keyin sizlar ham menimcha yaxshi bo'ldi. Aqalli kommentariyalarda qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh bundan keyingi bozorlardan sizlar yarim soat, 1 soatlik chiroyli videolarni olib berishlikka harakat qilaman. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha